Hammaga salom bolalar, sizlar bilan Rocky PUBG'yim. Bugun PUBG Mobile'da 3.9 yangilanishda keladigan yangi qurollarga skinlarni ko'rib o'tamiz. Bu birinchi skinimizda prokachkamizda bomba otadigan bombali qurolimiz. Bu bombali qurolimiz hali to'liq shakli mavjud emas. Shu sababdan yangilik bo'lsa to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Bu ikkinchi keladigan kuchayadigan qurolimizga skin. Bu skin haqidagi to'liq ma'lumotlar hali bizda mavjud emas. Agarda skin haqidagi to'liq ma'lumotlar chiqadigan bo'lsa, ularni birinchilardan bo'lib sizlarga ma'lumot qilib beramiz. Qurolimizga bu keladigan kuchaytiriladigan skin. Bu qurolimiz snayperskiy qurolda bo'ladi. Bu qurolimiz 7 levelga kuchaytiriladigan bo'ladi. O'rtacha kilchat bo'ladi. Bu skinimiz haqida hali to'liq ma'lumot mavjud emas. To'liq ma'lumotlarni biz Telegram kanalimizda tashlab boramiz. Bizning kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmang.